Elbette bu köygen şu ziyaret jarayonida esga qoldiringiz. Elbette siz kitabınızdamı hem şu axbaratçılık sahasida xizmat qilish jarayonida siz şu milletning derdini altımen deb bu yolda manqaliginiz uchun ailangizda, vatanda xuddi nurg'un har birimiz bir bedellarni to'layapmiz. Shuncha bola ailangiz kelgan ishlarga qaramay, yani mushundaq ekran oldida xalq bilan ko'rishganda hech qanday ish bo'lmaganda kulimsirab, shunda burunqi vatandagi oldingizdagidek kayfiyatda tura olishingiz boshqa bir masala. Shunga shu charchigan, ruhiy charchigan, siz shu Istanbulda xalqimizning chiroyidan his qilgan bu tuyg'ularga ko'mgan xalqimizga nimalarni degangiz bo'lmaslar? Nima deyman? Biz acayip bir güzel milletkemiz. Texmi his qildim. Siz degandek özümüz yig'layotgan bo'lsakmi, boshqalarga eng güzel altımızı ko'rsatishga tirishganmiz. Ilqi nima deyman, yaxshi so'z qilamisanmi, kulimsirash bir yani dinimizde shundaq deydi, bir savab degandek bu ügütlerini hayatımızda yaşaydiganmiz-ku biz. Her qandaq aşı qerindishim ko'zda yoshlig'irlab tursinmi, kulimsirab menga beqishi, yani bu mənlə emas, bütün Uyg'urning holati bu. Yani men alayda bir inson emas. Men xalqimdan o'rgangan bu ruhni, ota-onamdan o'rgangan bu ruhni. Hayat imtihan demakdir. Biz qanchaki ig'ir imtihonlarga yo'liqsak o'zimizni, yani Allohning bizga mushu datlarni berishida mening ko'tara oladiganimni bilgani uchun menga buni beryapti. Demakchi kelgusimni planlayapti. Rabbimiz deb mundaq tushunsak, o'zimizning shu zulmlar ustidan yengib, shuni ko'tara olishimizni bir savob ilyapman. Allah ko'rib turibdi-ku, mening qanchalik sabr qilayotganimni deb tushunsak, u bizga huzur berdi ekan, azob emas-ku. Şuna men qancha diniy aqidalarim cho'nqurlashgan siri shunchalik hayotni suyadigan bo'lib ketdim, shunchalik minnatdorligim ishib bordi. Shunga bu yerdagi diniy aqida nima uchun xalqimiz shunchalik bostirishlarga qaramay uzun yillik rejimlardimi shuning o'zining dinini chin quchoqlab namoz o'tamisimi, shu diniy aqidalarni shu yerda rivoj ettiramisimi, yanini qalbida Allohga bo'lgan sadoqatmanlikni saqlab kelganligining o'zining siri shu xalqimizning Xitoyning zulmlariga bardoshlik bera olishining asli oshqishga deb tushundim. Ya'ni Allohdan qo'rqqan bir inson hech zaman hech kimdan qo'rqmaydi, har qanday zulm qiluvchidan qo'rqmaydi deb tushunma. Uningga qarshi chiqishga jasarati bo'ldi.